Yoshlar bilan ochiq va amaliy muloqot ularning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Yoshlar kuni doirasida Suq tumanidagi 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ochiq muloqot tashkil etildi. Unda tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev o'quvchilar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida prezidentimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, ularning jamiyatda munosib o'rin topishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar hamda yoshlar bilan muloqotlar cho'g'ida belgilangan ustuvor vazifalar haqida so'z yuritildi. Muloqot jarayonida o'quvchilar o'z taklif va murojaatlarini bildirishdi. Qayd etilganidek, bundan buyon har bir sinf va alohida o'quvchilarga mas'ul rahbarlar biriktirilib, mavjud muammolarni o'z vaqtida va joyida hal etish choralari ko'riladi. Shuningdek, kitobxonlikni targ'ib etish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, vatanparvarlik ruhini mustahkamlash va sport bilan muntazam shug'ullanish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish masalalari muhokama qilindi. Yoshlar bilan ochiq va amaliy muloqot ularning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.